Türkiye'de bütün dünyanın her qaysı joylaridagi Uyghur ve Uyghur tilini anglab tushunadigan, Uyghur tili, Uyg'urcha tafakkur qiladigan barliq qarindoshlarim, musulmon qarindoshlar, hammalarninki mushu vaqti ve bundan keyingi vaqti xayrli bo'lsin. Bu dunyolikı ve o dunyolikı her iki odamniki baxit, saadetlerge to'lsin, qadrli qarindoshlar. Biz bu o'tgan yili 2016 yili 10 ayning 15 kundan itibaren davom qilib kelayotgan bu Facebook Qur'on halqasi deb bir marka bilan o'rtaga chiqqan bu dersimiz davom qilib kelyapti. Elhamdülillah biz Qur'on so'zlarining kimlik bilan boshlagandik. O işnimi bir qancha yil oldidagi Ramazon kunlarida İnşallah xalqimizga mushu tarjima qilgan Batur Qarixonli qarindoshimiz tarjima qilgan ustoz Mustafa Islom o'g'li yozgan mushu kitoblarni xalqimiz bilan paylaşsak degan bir umidimiz bordi. Bu yil amalga oshibdi. Biz uzluksiz bunu davom qilib kelyapmiz, qadrli qarindoshlar. Nihoyatda yaxshi inkaslar bor, talablar bor. İnşallah bunun bilan to'xtab qolmaymiz. Hazır mine qarab baxsanglar bu Facebook Qur'on halkımızdaki Qur'on-ı Kerim ve izahlar tercümesininki 36. halqasida turib etibdimiz. Bu yerda biz Mü'minun suresi Mekke'de nazil bo'lgan 118 ayetni birlikte Uyg'urcha tercümesi Enes Alim Ustaz'ın tercümesinin birlikte öğünüp ütümüz, qadrli qarindoshlar. Bir qarab bakay, avazım qachon kelayotgan bo'lishi mumkin. Bazı qarindoshlar dedi, shundoq kirish qilgan vaqtingizda avazim kelganmi-tu, kelmaganmi-tu degandek menda bir ishni qilmasangiz deganim bo'ldi. Lekin bu telefonda benim telefonum buzilib qolgan turas. Boshqa bir Facebook sayfasi ichib baqali, qadrli qarindoshlar. Belki bir yerden uqilishi mumkin. Mana nimaga qushib ekib biri. Havo nihoyatda yaxshi ketib bordi, alhamdulillah. Ovozimni obdan keyin demek ki elhamdülillah yani bir Kur'an eyi bo'lgan Ramazan eyini birlikte shunday ma'nilik o'tkazishga bu yil nisib bo'libdi, qadrli qarindoshlar. Shunlashqa bu ishlarimizni ba'zida hamda qattiq g'irib ketgan vaqtlarimda ba'zi gaplar takrorlanib qolgan, yine ba'zi gaplar bazı gaplar o'qilma yoki bo'lmasa tushuniksiz bo'lib qolgan ahvollar bo'lishi mumkin. İnşallah qurbitimiz yetgancha qilib kelyapmiz. Maxsus hamda bu bir bizningki tajriba saboqlar. Bilim degan bu boshqa bir narsa emas, shu tajribalarningki yakuni, qadrli qarindoshlar. İnşallah tajribamiz borgan sari ko'paygandan keyin, texnik kasblashgandan keyin eng özümüzün koldan kelişçe en süpetligini kılışqa tirişimiz. Adam olsa Mü'minun suresi Mekke'de nazil olan 118 ayetini birlikte öğünüp üteyli canım dostlar. Bismillahirrahmanirrahim. Mü'minler elbette muradıga yetidu. Ular namazıda özlerini tüven tutkucu ve Allah'a ihtiram bildirgücü kişilerdir. Ular bihudu söz hareketlerden yüz örgücü kişilerdir. Ular zakat için kılışqa tegishlik işlerini kılgıcı kişilerdir. Ular farjlarini saqlagıcı kişilerdir. Fakat öz cüptülerinden yoki kol astidagilardan saqlaması buludu. Çünkü ular bu takdirde ayıplanmaydı. Bunun sırtığı çıqqanlar haddidan oshquchilardir. Ular amanetlerine ve ahdileriga rioya qilguvchi kishilardir.
Ular namazlarını muhafizet kılgıcı kişilerdir. En şular varis bolgucu kişilerdir. Ular Firdevs'ki varis bulup, onun işide mengü kalgıcı kişilerdir. Biz insanı layının cevhirinden yarattık. Andın onu uruklangan tuxum halatida mustahkem bir qarargahda kıldık. Andın kin uruklangan tuxumni yepishqoq qonga aylandırdık. Andın yepishqoq qonni bir chaynam go'shtga aylandırdık. Andın bir chaynam go'shtni so'ngaklarga aylandırdık. Yaratquchilarning en yaxshisi Allah nimi degan ulug'. Sizlar buningdan keyin o'lisizlar. Andın kıyamet günü qayta tirildirsizlar. Biz sizlarning ustinglarda 7 yol yarattık. Biz nima yaratganligimizni bilamiz. Bu yerda qadarli qarindoshlar, 3 tane izohat borken, qani Enes Alim ustoz nima deb izohat beribdi, qarab baqayli. 333. izohat. Yani günahlardan paklanish ve özlerini pak tutuş. Ular zakat üçün qilishga tegishli ishlarni qilguvchi kishilardir deganga Mü'minun suresininki 4. oyatidagi. Yani günahlardan paklanish ve özlerini pak tutuş üçün yoki zakat bergudek iqtisodga erish üçün İslamning ko'rsatmasi bo'yicha ishliguvchilardir debdi qadrli qarindoshlar. Yaqinda şu zakatimni bersem şu tegishli yerga yetkizsam deb ataydan Avustraliyadan telefon qilib izlagan qarindoshlarim bo'ldi. Allah razı olsun. Neçe vaqtni yanqisi doktorluk yoki boshqa narsa o'qiyman deb men iqtisodiy jihatdan yaxshi emasdi. Bu yil elhamdülillah biraz pul topdim. Mushu pulimning zakatini beraman degan doktor qarindoshlarimiz bor. Elhamdülillah beklam suyundim ish qilib. İnşallah ahvollar texmi yaxshi bo'lib ketdi. Ular farijlerini saqlovchi kishilardir deganda 334. izohat. Farij erlar uchun kindik bilan tiz arisi, ayollar uchun bo'yin bilan tiz arisi debdi. 335. izohatni bunun sirtiga chiqqanlar haddidan oshquchilardir. Yani mezkur yerlerini namahremden saqlamaganlar deb izohat beribdi Enes Alim ustoz. Qadrli qarindoshlar, Mekke'de nazil bo'lgan sure Mü'minun 118 oyatlik Mü'minun suresininki 18. oyatidan 27. oyatigacha 342. betdan o'qiymiz. Biz osmondan belgilangan miqdorda suv tushirib, uni ziminda to'xtatdik. Bizning kuchimiz u suvni yo'q qilib etishga yetidi. Biz u suv bilan sizlarga xurmolik va üzümlik bog'larni yetishtirib berdik. O bog'larda sizlar uchun nurg'un mevalar bor. Sizlar ulardan yeysizlar. Biz yana o suv bilan Sina tog'ida chiqadigan bir daraxt yetishtirdik. O daraxtdan may ve yigitlarga bir bo'yoq chiqadi. Anda sizlar uchun haqiqatan ibrat bor. Biz sizlarni ularning sutlari bilan sug'uramiz, ulardan ko'p foydalansizlar ve go'shtlarini yeysizlar. Ularga minib ve kimilarga o'ltirib, xohlagan yerlaringlarga borsizlar ve her ikkisi bilan yuklaringlarni to'shuysizlar. Biz Nuhni qavmiga elchi qilib avatdik. O mundaq dedi: "Ey qavmim, Allohga ibodat qilinglar. Chunki sizlarning uningdan boshqa hech ilahinglar yo'q. Yanala uningga muxolif kelishdan saqlanmamsizlar." Shuning bilan uning qavmining inkarchi katta boshlari
mundaq dedi. Bu sizlarga o'xshashli bir inson. Maqsadi sizlardan ustun bo'lishdir. Allah halis idi, farishtalarni tushirdi. Biz burunqi ota-bobolarimizdan bundaq bir narsa anglamadik. Biz faqat bir jin chaplashib olgan, bu faqat bir jin chaplashib olgan odamdir. Şuna bir muddat onu kuzatinglar. Nuh, Rabbim, ular meni yalğanchi deyishdi. Bana bergen, bana yordam bergin dedi. Şunun bilan biz Nuhqa mundaq vahiy qildik. Bizning ko'z oldimizda ve vahiyimiz bo'yicha kiyimini yasig'in. Biz Nuhqa mundaq kiyimini yasig'in. Bizning buyruğumuz kelib, tunur qaynaganda hayvanlardan bir juptin algın. Ailangni algın. Ulardan g'arq qilinishga hukm qilinganlar mustasno. Mana zalimlar to'g'riliq eg'iz ochmag'in. Shubhasizki ular g'arq qilinadigan kishilardir. Bu yerda qadrli qarindoshlar, ustoz Enes Olim ikki tane izohat beribdi. 336 izohatni Sure Mü'minun Mekke'de nazil bo'lgan 118 oyatlik Sure Mü'minun 20. ayetiga beribdi. 337. Yani 336. Biz yana o su bilan Sina tig'ida chiqadigan bir daraxt yetishtirdik. O daraxtdan may va yeguchilarga bir bo'yoq chiqdi debdi 336da. 337. izohati En'am yani 21. ayeti Mü'minun suresinin. En'amda sizlar uchun haqiqatan ibrat bor. Biz sizlarni ularning suturi bilan sug'urimiz, ularning ko'p foydalansizlar va go'shtlarini yeysizlar. Bu yerdagi En'am töge, kala, qo'y va o'chki qatorliq hayvonlar. 336'daki yeguchilarga bir bo'yoq chiqdi degan. Bu yerdagi bo'yoq qo'shimcha yemeklik bo'lib, o zaytun daraxining xilma-xil mevalarini va ularning murabbolarini ko'rsatdi. Chunki o narsalar elishtirilgan nonning rangini o'zgartirdi debdi qadrli qarindoshlar. İnşallah bizning shunday nonlarimiz bo'lsin. 343. betga keldik. Sure Mü'minun suresinin Mekke'de nazil bo'lgan 118 oyatlik sure. 28. betning 42. betgacha o'qiymiz. Sen yeningdagilar bilan birlikda kiyimiga urilishib bo'lgan chig'ingda bizni zalim qavmdan qutqizgan Allohga hamd sanolar bo'lsin degin. Yana Rabbim meni bereketlik bir yerga tushirgin, sen tushirguchilarning eng yaxshisisan degin. Buningda oyatlar bor. Biz insonlarni sinamoqdamiz. Ondan biz Nuh qavmini halok qilgandan keyin boshqa bir nesil paydo qildik. Ularga o'z ichidan bir elchi avatdik. O elchi ularga mundaq dedi: Allohga ibodat qilinglar, sizlarning uningdan boshqa hech ilohinglar yo'q. Bununla şirik keltirishdan saqlanmamsizlar. Onun qavmining kafir bo'lgan, oxiratga muloqot bo'lishni yolg'on degan va biz bayoshatchilik ishida yashatgan katta boshlari mundaq dedi: Bu sizlarga o'xshashli bir inson. Yegininglardan yeydi, ichgininglardan ichidi. Agar o'zinglarga o'xshash bir insonga itoat qilsanglar, albatta ziyon tortib ketisizlar. O sizlar o'lib to'pig'a va so'ngaklarga aylanib ketgandan keyin qayta tirildirilib qabringlardan chiqarilisizlar demdi. Yani onun sizlarga qilgan bu so'zlarining amalga eshishi ehtimoldan to'limi yiroq. Hayat bu dünyadaki hayatımızdan ibaret.
Ölüp turimiz, tirilip turimiz. Ölgenden keyin hergizmo tirildirilmeymiz. Şüphesizki o Allah'a böhtan çaplagan adamdır. Biz onunla hiç kaçan işenmeymiz. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e çaplangan töhmetler kaderli kardeşler. Elçi Rabbim ula meni yalgancı deyişti. Bana yerden bergin dedi. Allah ula yakında puşayman kılıdı dedi. Şunun bilen ular kelişki tigişlik boğan dehşetlik avaz bilen halak kılındı. Biz ulanı löce kılıp ettik. Yukalsın zalimler guruhi. Biz ulanı halak kılgandın keyin başka nesiller peyda kıldık. Ya bu Nuh Aleyhisselam'dan kılgan duası, ama yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gibi amin şundak betnamla kılıngan kaderli kardeşler barlık elçilerge. Yani kim ki Allah'ın vehisini en mühim urunu açıkıma diyen vakitte elbette bundak deşnamları kelişi inik. Bir yerde 339. izahat ne? Birip de hayat bu dünyadaki hayatımızdan ibaret. Ölüp durumuz, tirilip durumuz. Ölgenden keyin hergizmi tirildirilmeyimiz. Ma Türkçe'de reenkarnasyon dep koydu. Bu aşı nimelerden sorsanlar, mesela Hamzuladın için, yoki Budistladın, biz ölgenden keyin qayta tirilemdik dep sorusak, ular bizimki ölgenden keyin yaxshi ish qilgan bo'lsak bu dunyoda nima bo'lib eshak yoki nima hayvon adam bo'lib tirilamiz. Agar yomon ish qilgan bo'lsak hayvon bo'lib tirilamiz deb shunday bir e'tiqodim bor. Bu e'tiqod shu yapılladimi, boshqa nimalardan bor ekan qadrli qarindoshlar. Ama qiyomat, oxiratning bo'ladiganligiga u yerda qayta tiriladiganiga ishonmaydi. Valla bu dünyadalar ülep yine qaytın tirilimiz degan gapni deb atibdim yani şu. Şununla o'xshaydigan bir gapda. 339 izohat ne? Mine ustaz Enes alim nima deb beribdi? Bir qarab bakaydı. Bazimiz ülüdü, bazimiz tug'uludu degan gap debdi. Tirilib turimiz deganda shu. 37. Sure Mü'minun'un 37. ayetiga berilgan izohatga. Hem de 344. bet Mü'minun suresi Mekke'de nazil bo'lgan 118 ayetlik sure 43. ayetinden 59. ayetigacha bo'lgan mazmun birlikte uyunup ütümüz qadrli qarindoshlar. Hiç kandak ümmet öz ecilden ütüp ketmeydi, keçikip mi kalmaydı. Hiç kandak bir ümmet öz ecilden ütüp ketmeydi, keçikip mi kalmaydı. Hiç kandak ümmet öz ecilden ütüp ketmeydi, keçikip mi kalmaydı. Andın biz elçilerimizni arkadan evettik. Kaçan ki bir ümmetke öz elçisi kelse, o ümmet o elçini yalgancı dedi. Biz ulanı birbirlep halak kılıp hikayelerge aylandırıp koyduk. Yukalsın iman etmeğalla guruhi. Andım Musa'ni ve onun kardeşi Harun'ni bir kısım ayetlerimiz bilen ve roşen bir delil bilen elçi kılıp evettik. Firavunga ve onun yukarı derecelik adamlarga. Ular özlerini çoğun tutup iman etmedi. Ular tekebbür kavim idi. Şunun için ular bizge okşaş birer insan boğan şu iki adamga işinamdı. Onun üstüge ularının kavmi bizge kul tursa deyişti. Ular o iki elçini en şundak yalgancı deb
halak kılınğuçulardan boldu. Biz İsrail'nin balalarını hidayet tapsın dep Musa'ga kitapını berdik. Biz İsa'ni ve Meryem'ni bir ayet kıldık ve ulanı yaşaşka uygun ve ikin suyu boğan igiz bir cayga urunlaştırdık. İyi elçiler, pak nersilerden yanla, yaxşı emel kılınla, men kılmışınlarını bilip durmen. Ene şularının dini, silerinin dininladır. Hemminlarının dini birdir. Men silerinin Rabbinlamen. Şunun için bana muhalefetçilik kılıştan saklanırlar. Lekin insanlar o dinni öz arasında parçalap, her xil kitapları ayırdı, her güruh öz dini bilen xuşal bulup, mahtındığan boldu. Sen ulanı çömüp ketişken gapıllıkları içinde bir müddet terk etkin. Ular bizden mal ve oğullar bergellikimizni özlerine yaxşılık kılışqa aldırğanlığımız dep oylamdı. Ondaq emas. Ular anqarmaydı. Rabbiga çoğunqur hürmet kılğanlıkları üçün mesuliyetlerini ada kılğanlar, Rabbinin ayetlerine işengenler, Rabbiga şirik keltirmegenler ve bergen mallarını Rabbinin huzuruga qaytish itiqadı bilen kalpleri titrep turup bergenlerge kelsek, en şula yaxşı işlerini kılışta beslişip aldığı ütüp ketken kişilerdir. Deydi kaderli kılındaşlar. Bir yerde başka bir izahat mı yokken kaderli kılındaşlar. Ee, 345. bette yine 60. ayetten 74. ayet kiçi olan mezmun, yani Mekke'de nazil olan Mü'minun suresi 118'lik sürünün ki ayetlerini birlikte okup ütümüz kadirli kırındaşlar. Yani bir kata dep kilip iyi elçiler pak nasi yanlı yaxşaman kılınlar, men kılmışlarını bilip turmen dep kilip unutken. Lekin insanlar o dinni öz arasında parçalap her xil kitapları ayırdı. Her güruh öz dini bilen kuşal boldu, mahtandığan boldu. Degen ahvalni hazır hemimiz kürep, yirginip bu xil yirginişlik ahvallardan ço. Ahir Müslüman degen muşundağın bulamdı dediğin bir hallağımı kep kılırlık, kadarlı kırındaşlar. Onu da hep kilip ahire ve bergen mallarını Rabbinin huzuruna qaytish itiqadı bilen kalpleri titrep turup bergenlerge kelsek, en şular yaxşı işlerini kılıçta beslişip aldığı ütüp ketken kişilerdi o. Biz hiç kimni küçü yetmeydiğen işqa teklif kılmayımız. Bizden huzurumuzda hakkını sözleydiğen bir kitap var. Bizden huzurumuzda hakkını sözleydiğen bir kitap var idi. Bir kitap. Bunun için hiç kimge zulüm kılınmaydı. Lekin ularning kalpleri bunundan gapıldır. Ularning bunundan başka mı yaman işleri var. Ular o işlerini kılıp durdu. Bu biz ularning körenlep terisiga sığmay qalganlarini azapqa duçar qilgan qadar davomlashidi. Ular ana shu chaqda birdillar feryat qilishidi. Ularga mundaq deyildi. Bugun feryat qilmanglar. Bizden yordam ko'rolmaysizlar. Öz vaqtida sizlarga oyatlarim tilovat qilinsa yüz öğretdinglar. Qur'onga takabburlik qilatdinglar. Kechilar yig'ilib o to'g'riliq eg'izinglarga kelganini deytdinglar. Ular Allah'ның bu sözünü tushunishga tirishmadimi? Yoki ularga ilgirki ata-bobolarga kelmagan bir narsa keldimi? Yoki ular öz elchisini tonimadimi? Şuna inkar kılıvatamdı. Ya ki ular Muhammed cin çaplışı vagan Adem demdi. Yak, her gizmo undaq emas. O, ularga hakikatini elip geldi. Lekin ularning tulusi
haqiqatni yomon ko'rdi. Agar haq ularning orzulariga bo'ysunsa edi, osmonlar, zamin va ularning ichidagi mahluqotlar buzilib ketdi. Özünün arzularına, armanlarına, özünün fikirleriga, düşünceleriga mana bu haqni, Qur'onni, oyatlarini egib, büküp, ikakdab yurib, aşağı akilib, meni mushunda Allah menda da'vatıda deb aldaydigan aldamchilarmi az emas, qadrli qarindoshlar. Qur'onga takabbürlik qilatdinglar. Ularga mundaq deyiladi. Bugun faryod qilmanglar, bizning yordam ko'rolmaysizlar. Öz vaqtida sizlarga oyatlarim tilovat qilinsa, yüz o'raytinglar. Qur'onga takabbürlik qilatdinglar. Kechalari yig'ilib, o to'g'riliq eg'zinglarga kelganda deytinglar. Ular Allohning bu so'zini tushunishga tirishmadimi? Yoki ularga ilgari ata-bobolarga kelmagan bir narsa keldimi? Qadrli qarindoshlar. Bir narsa keldimi? Yoki ular o'z elchisini tonimadimi? Şuna inkar kılıvatamdı depti qadrli qarindoshlar. Allah razı olsun Mustafa Halil qarindoshim. Yoki ular Muhammed cin chaplashib olgan odam demdi. Yo'q, hargizmi undaq emas. O ularga haqiqatni elib keldi. Nima elib keldi? Qur'oni Karim haqiqatni elib keldi. Haqiqatni elib keldi, lekin ularning tulusi haqiqatni yomon ko'rdi. Eğer haq ularning arzularına bo'ysunsa edi, osmonlar, zamin va ularning ichidagi mahluqotlar buzilib ketadi. Aslida biz bu kitobni nozil qilish bilan ularga shon sharaf ato qildik. Lekin ular o'zlarining bu shon sharafidan yuz o'rmoqda. Yoki sen ulardan haq talab qilyapsan, Rabbingning sana beradigan mukofoti yaxshidir. O rızık bergüçülerinin yaxşısıdır. Aslida sen ularni to'g'ri yo'lga chaqirvatsan, lekin oxiratga ishonmaydiganlar bu yo'lga kelmayotdi. Payg'ambar alayhisalom boshqa yerga chaqirmaydi qarindoshlar. To'g'ri yo'l bo'lgan Qur'oni Karimga chaqirdi. Unisi aniq. ...346. bet Mü'minun suresininki qadrli qarindoshlar Mekkada nozil bo'lgan 118 sureninki 75. oyatidan 89. oyatigacha birlikda o'qib o'tamiz jinim do'stlarim. Agar biz ularga marhamat qilib boshlaridagi baloni ko'tarayotgan bo'lsak, ular yanala kajlik qilishib xato yo'llarida menivergan bo'ladi. Biz ularni her xil azaplarga duchor qildik. Lekin ular yanala Rabbiga bo'yin egmidi. Ular Allohga yelinmaydi. Biz ularga qattiq bir azapning darvozasini ochganga qadar davomlashdi. Ular ana shu chaqda birdilla nomid bo'lib ketdi. Allah sizlarga quloq, ko'z va dillarni ato qilgan zotdir. Balki az shukr qilasizlar. Allah sizlarni ko'paytib zaminga tarqatgan zotdir. Oxirida uning huzuriga keltirilsizlar. Allah o'ltirib turadigan, tirildirib turadigan va kecha bilan kunduzni almashtirib turadigan zotdir. Yanala aqlinglarni ishlatmamsizlar. Ular aqllarini ishlatishning o'rniga burunqilar nima degan bo'lsa, shuni dedi. Burunqilar mundaq deyishgan edi. Biz o'lib to'piga ve so'ngaklarga aylanib ketgandan keyin qayta tirildirilamdiq. Bizga silingan bu tahdid burun ata-bobolarimizga silingan edi. Bu burunqilarning afsonalaridan iborat. Aytqinki, zamin ve zimindagi mahluqotlar kimning? Bilamsizlar? Ular cho'qim Allohning deydi. Aytqinki, undaqda nima uchun o'ylab boqmaysizlar? Aytqinki, 7 osmonning Rabbi ve ulug' arishning Rabbi kim? Ular cho'qim Allah deydi. Aytqinki, undaqda nima uchun
Allah'a muhalefetçilik qilishdan saqlanmaysizlar. Aytqinki, her narsani boshquradigan va qutquzadigan, o'zi qutquzilmaydigan kim bilamsizlar? Ular cho'qim Allah deydi. Aytqinki, ondaqda nima uchun aldinizlar? Aslida biz ularga haqni so'zladik. Lekin ular yalğan sözlemekte. Allah hiç farzandlik bo'lmadi. Allah bilan birlikte hiç ilah yoktur. Bo'lgan bo'lsa, her ilah o'zining yaratqaniga hukm qilib, uni xohlagan tarafga ilib boratdi va ba'zisining g'olib kelishga tirishadi. Allah ularning bo'htonlaridan pokdir. O g'aybni ve aşkarını bilgüçüdür. O ularning şirik qilgan narsalardan üstündür. Aytqin ki, Rabbim, sen ularning beshiga kelishni va'da qilgan azobning amalga oshganligini menga ko'rsatadigan bo'lsang, Rabbim, meni o zalim qavmning ichida qo'yma. Biz ularning beshiga kelishni va'da qilgan azobni sana ko'rsatishga qodirimiz. Sen yamanlıkni yaxshilik bilan dab'i qil. Sen yamanlıkni yaxshilik bilan, kötülükni iyilik ile defet deyotidi. Dab'i qilgin. Biz ularning bo'htonlarini obdan bilamiz. Aytqinki, Rabbim, meni şeytanlarning vesveselerinden saqlag'in. Rabbim, şeytanlarni yenimga yaqinlashtirmag'in. Ular Allah'a bo'hton chaplashni o'lib ketguchilik davomlashtirdi. Ta ki ularning biri o'lgan chig'ida bundoq deydi. Rabbim, meni qaytursilar. Arqamda qolgan dunyoga qaytib yaxshi ish qilaman. Yo'q, bu ularning ig'zidan chiqqan quruq gap. Ularning arkasida bir tosma bulup, o tosma ularni qayta tirildirildiğin kuniga qadar dunyoga qaytishdan to'sib turdi. Sur chelingan kuni ularning orasida to'qqanchilik munosabati qolmaydi. Hech kimdan hal ahvol so'ramaydi. O kuni mizanda yaxshiliklar eg'ir kelganlar murodiga yetkichilardir. Mizanda yaxshiliklar yenik kelganlar o'zlariga ziyon solg'uchilardir va jahannamda mangu qolg'uchilardir. Ot ularning yuzlarini yalaydi. Shuning bilan jahannamda ularning qalblari qo'rilib, tishlari echilib qoladi. Qadrli qarindoshlar, cehennemdeki ahvali nima uchun do'zaxga kirdiganligi to'g'riliq, ularning Qur'onga qanday o'shmanlik qildiganligi to'g'riliq oldingi betlarda mazmunlarni o'rganib o'tdik. Eng oxiridagi mazmun 105-oyatdan 118-oyatgacha bo'lgan mazmun 348-bet ekan, qadrli qarindoshlar. Yani Mekke'de nazil bo'lgan 118 surelik ayetlik sure Mü'minun suresininki 105. ayetinden 118. ayetigacha birlikte öğünüp öteyli canım dostlar. Ulağı mundaq deyildi. Sizlarga ayetlerim tilavat kılgan emesmidi? Sizlar ulağını yalgan degan emesmidi ular? Ular mundaq deydi. Rabbimiz, biz yaman arzularımızı yenilip azgın kavim bulduk. Ular yani Rabbimiz bizni bu yerden çıkarın. Eğer yine eskilik kılsak hakikaten üzümüz zulüm kılgan bulumuz. Allah mundaq deydi. Turgan yerinleri kılıp horluk dağıtınlar ve bana yapma kılmanlar. Gep kılmanlar. Çünkü öz vaktinde bir türküm bendilerim Rabbimiz biz iman ettik. Bizgi mağfiret kıl. Bizgi rahim kıl. Sen rahim kılgıçlarının en yaxşısan deydi. Sizler ularını meskiri kılattınlar. Hatta sizler ularını meskiri kılış bilen bulup gidip
mening zikrimni unutgan idinglar. Neh geplarni qilyapti deydi Alloh subhanahu taolo. Sizlar ularning orqasidan kulatdinglar. Bugun men ularni sabr qilganliklari uchun nijotlikka erishtirib mukofotladim. Her xil gap so'z, batnam hammasi bo'ladi. Sabr qilsa meni mushunday mukofotga erishdi debdi Alloh subhanahu taolo. Allah ularga yana zaminda qancha yil turdinglar deydi. Ular bir kun yoki bir kundan az sanıqçılardan so'rg'in deydi. Allah bundaq deydi. Bek az turdinglar. Buni bilgan bo'lsanglarchi. Sizlar Allah bizni bekor yaratdi. Allah bizni huzurga keltirib, hisob almaydi deb o'yladinglar. Shunday emasmi? Allah ulug'dir. O mutlaq padişahdır. Şeksiz bardır. Onundan başka hiç ilah yoktur. O ulug' erişinin Rabbidir. Hiçbir delilge asaslanmasdan Allah'a koşup başka bir ilahga dua qilganlar Allah'ın huzurida hesap berdi. Kafirlar hergizmo muradıga yetolmaydi. Aytqim ki Rabbim mağfiret qilgin, rahim qilgin, sen rahim qilguvchilarning eng yaxshisi. Sadaqallohul azim. Shunda qilib 118 oyatlik Mekke'de nazil olan Mü'minun suresi Meşhede tamam bo'ldi. İnşallah 37. Kur'an halkımızda Nur suresini birlikte öğrenip ötümüz. Birazdan keyin görüşeyle. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.